Ko'ryapsizlar, uyni zo'r qilib qo'yganlar. Eng qizig'i gaz suv sveti bor bu joyimiz. Chek 4 sotiylik, dokumentda 4 sotik, atak foydalanish bilan 4.8, salgan 5 sotik. Bu tomonimiz ham ko'cha, narigi tomonimiz ham ko'cha. 3 xonaga uyni solib qo'yganlar. Kirgilikda turibmiz. 29-maktab orqasida. Farg'ona shahar Kirgilikda uylar. Bizda bilasizlar, Farg'ona, Marg'ilon, Kirgilik, Tashlar, Qo'shtepa, Qumtepa, xullas hamma yoqqa chiqadi uylar. Uyni holatini ko'rib turibsizlar. Uy chiroyli bo'lgan, o'zlari uchun qurgan ekanlar. Uyni narxini 31,5 ming deyaptilar. Eng qizig'i gazga to'liq qilib qo'yganlar. Suv bor, svet bor. Stolba mana uni trubalarda gaz. Shuni tortasiz, ovqat qilasiz. Mana itti bolasi ham keldi aytdi. Xullas, mana shu joy uzuni ham uzun, bag'i ham. O it kimniki aka? It kimniki mana? Tashameda vaqa o'toning. Xullas, iti bilan berib yuboramiz a. Uyda iti ham bor deydi. Telefon qilinglar, baraka qilamiz. Uyni bitta ko'ringlar. Puxta qurilgan. Betoni ham podushkali qilingan ekan. Betonlari ham chiroyli qilib 70 sm, 80 lik qilib zo'r qilingan ekan. Xullas, uyni shuni tomini yopasiz, polpatalo eshik romni qo'yib bitta remont qilsangiz bitdi uy. Narxini 31,5 ming, kelishgan xonasi bor. Pastki raqamli telefon qilsangiz sizlarga baraka qilib yuboramiz. Sog' bo'linglar.